Agar Alloh taolo duolarni ijobat qiladigan bo'lsa, bizning hayotimiz o'zgarib ketar yaxshi tomonga. Oilalarimiz tuzalib ketar yaxshi tomonga. Faqat Allohga ixlos bilan duo qilishimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda aytadi o'zining habibi Muhammad alayhisalomga: "Ya ibadi, ud'uni astajib lakum." Ey bandalarim, menga duo qilinglar, men sizlarni ijobat qilaman. Duo qilinglar bu kechalarda, bu ulug' kunlarda men sizlarni ijobat qilaman dedi. Nega biz duolar qilyapmiz, ijobat bo'lmayapti? Qanaqangi holatlari bor, ilgarigilar duo qilardi, hali masjidda turib duo qilsa, uyga borganda shu so'ragan narsasi uyda paydo bo'lardi. Ularda nima xususiyatlar bor? Alloh subhanahu va taolo bizga duo qilishni o'rgatadi. Valillahi asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taolo shunaqangi go'zal ismlari bor, shu ismlarni so'rab duo qilinglar deydi. Allohning go'zal ismlari bor. Butun oliy ismlar, go'zal sifatlar Allohning. Duo qilayotganda Allohning ismini aytib duo qilish kerak. Ya Shafi, ishfini. Ey shifo beruvchi, shifo bergin. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ey Rahim, o'zing menga rahim qil. Ya G'affar, ya G'afir, ighfirli. Ey G'afir bo'lgan zot, gunohlarimni mag'firat qilgin deb duo qilish kerak. Ya Wahhab, habli. Ey Wahhab, beruvchi zot, o'zing menga bergin deb duo qilish kerak. Allohning ismini aytib, Allohni chaqirib duo qilishni o'rgatyapti. Bu Qur'onda Alloh taolo bizga qanaqa duo qilishni o'rgatyapti. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani. Ey Muhammad payg'ambar, agar bandalarim sizdan men haqimda so'rasa, ularga ayting, inni qarib, men yaqinman. Ujibu da'wata da'i. Agar bir da'vat qiluvchi da'vat qiladigan bo'lsa, men duosini ijobat qilaman dedi. Menga vositachini keragi yo'q. Men ularga qon tomirlaridan yaqinman. Menga duo qilish uchun, mendan bir narsani so'rashlik uchun falon joyga borib o'tirishmasin. Maqbaralarga, sag'analarga, butxonalarga borib o'tirmasin. Tahorat qilib, 2 rakat namoz o'qib, boshlarini sajdaga qo'yib duo qiladigan bo'lsa, men yaqinman ularga deyapti. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Agar menga duo qilsa, men duolarini ijobat qilaman deyapti. Biz shunday joydamizki, duo qiladigan joy holatda turibmiz. Bo'lib ham Alloh bizlarni o'zini masjidiga olib kelib qo'ydi. Baytullohga olib keldi. Baytullohga olib kelib sajda qilsin, duo qilsin deyapti. Qanchadan qancha odamlar tashqarida yuribdi. Masjiddan uzoqda yuribdi. Ular sajda qila olmayapti, ibodat ham qila olmayapti. Alloh ularni mahrum qildi. Ya'ni shu narsadan to'sdi. Balki boshqa bir tirikchilik qilaman deb yuribdi. Lekin bizga, sizga Alloh taolo shunday muborak kechalarda masjidga olib kelib qo'ydi. Masjidga kirganda nima deyishimiz kerak? Sajdalar bo'lyapti, tarovehlar o'qilyapti, tahajjudlar o'qilyapti. Allohga duo qilish kerak. Ey Rabbim, o'zingning uyingda turibmiz. Baytulloh bu Allohning uyi. Birorta odam deyman, shuncha Baytulloh deydi. Innamal masajida lillah fala tadu ma Alloh ahad. Masjidlar Allohniki. Masjidlarda Allohdan boshqa duo qilmanglar. Boshqalarni maqtamanglar deydi. Masjidga kirganda ey Parvardigor, mana men peshonamni sajdaga qo'ydim. Bir haqir, miskin, zaif bandayman. Sen ulug' zotsan, buyuk zotsan. Senga duo qilaman. Duolarimni ijobat qilib yig'lash kerak. Shu kechalarda duolar ijobat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi ko'radigan holat sajdagi holati. Inson duo qilaversa, ijobat bo'lmasa, malollamasin deydi. Ba'zida ko'p so'rayapmiz, lekin Alloh bermayapti. Duo qilyapmiz, natijasi bo'lmayapti. Demaylar dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda. Chunki duoda 3 holat bo'ladi deydi. Duoda 3 holat bo'ladi. Birinchi holat, banda so'raydi. Duo qiladi, istijol, Alloh taolo uning so'ragan narsani darhol beradi. Ey Allohim, bolam kasal, bolamga shifo ber deydi. Ey Parvardigor, qarzim bor, qarzimdan qutula olay, o'zing yordam ber deydi. Alloh taolo duosini darhol ijobat qiladi-da, bolasi shifo topadi. Qarzdan qutuladi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holati bo'ladi. Rasululloh hadisda aytayapti. Shu qilgan duo sababli Alloh taolo uni shu narsasini bermaydi-da, balki undan ko'ra bir yomonlikdan uni to'sadi deydi. Bolasi kasal duo qilyapti. Bolasi tuzalmayapti. Lekin shu duo qilganligi sababli duosi osmonga ko'tariladi. Unga qazo bitganda bolasini o'lishi. Lekin shu duosi ko'tarilganligi sababli shu qazo to'xtaydi. Duosi bilan shu farzandi o'lmay turadi. Uchinchi holat bor. Alloh taologa duo qiladi, duosi bo'lmaydi. Lekin bu malollanmasin, duoni to'xtatmasin. Chunki Alloh taolo shu duosini oxiratga olib qo'yadi. Oxiratda shunga hasanotlar beradi, ajrlar beradi, mukofotlar beradi deydi. Duo qilishlik ibodat. Xuddi Allohdan boshqaga duo qilsa nima bo'ladi? Eng katta gunoh bo'ladi. Shirk Allohdan boshqaga duo qilishlik. Allohdan boshqadan so'rashlik bu shirk. Endi Allohning o'ziga duo qilish
Bu duolarda eng kattasi. Ibodatlarda eng kattasi. Duo muhrul ibada deydi. Duo ibodatlarning mag'zi deydi.